Men hozir ilonlar bilan to'lgan oroldaman. Lekin men yanada xavfliroq bo'lgan joylarga boraman. Masalan, muz bilan qoplangan tog'ga chiqaman. Men o'laman, yo'ldan qochinglar. Minglab odamlarni o'ldirgan yo'ldan yuraman. 5 santimetrdagi haqiqiy o'lim. Qafasiz qonxo'r akulalar bilan suzamiz va ko'plab boshqa narsalar. Biz boshlaydigan joy esa Afrikaning qoq markazidagi qo'riqxona. Bu yerda sherlar, gepardlar, begemotlar va turli xil yirtqich hayvonlar bor. Nega? Chunki biz yerdagi 5 ta eng xavfli joyga boramiz. Ulardan birini ko'ryapman. Yo xudoyim, nega bunday qilyapmiz o'zi? Sherlarni o'zimizga chaqirish uchun ularga go'sht beramiz. Uloqtiramiz. Va ular endi qafasni o'rab olishadi. Bu ketishda o'lib ketamiz. Bu joydagi xavf-xatarlardan yana biri. Ketishishi bilan biz ko'rish qobiliyatimizni yo'qotamiz. Lekin sherlar yo'q. Do not. Jimmy, ana u yerda ikkita sher turibdi. Bu yakka shoxmidi? Yo'q, juda katta. Qanday ahmoqlik. Ularni hammasi kechqurun ko'chada yuribdi. Jigar, bizni sherlar urib olishdi. Ular bizdan 6 metr narida. Voy xudoyim. Sherlar bizni o'rab olishdi. Bu videoda biz o'lishimiz mumkin. Xo'sh, buni ko'rib chiqamiz. Chunki bu videodagi har bir boradigan joyimiz avvalgisidan ko'ra ancha xavfliroq va o'limga yaqin bo'ladi. Bizning so'nggi manzilimiz esa zaharli ilonlar bilan to'lgan orol. Hozir esa biz muzlab qolgan sharsharadan tepaga chiqamiz. Qanday dahshatli. Va ortga ham yo'l yo'q. Va qanday bo'lmasin, biz mana bu lezvali oyoq kiyim va o'roq bilan tepaga chiqishimiz kerak. Menimcha bu biz qilgan eng xavfli ishlardan biri bo'lib qoladi. Menga omad tilang. Jimmy, buni ustiga chiqishimizni xohlayapsanmi? Ha, lekin bu imkonsiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu yerga chiqib qolishimizga ishonchim komil emasdi. Lekin Nolanni ko'rganimdan so'ng bu imkonsizdek tuyuldi. Oh, yo'q. Yigitlar, to'xtang, iltimos, meni tashlab ketmanglar. Men taslimman. Taslim bo'lma. Qara, Nolan taslim bo'lganiga ishongim kelmayapti. Nolan bizni tashlab ketdi. Biz hozir juda balanddamiz. Siz deyarli yarim yo'ldasiz. Oy, Jimmy, pastga qarama. Yo, xudoyim. Borgan sari dahshatli bo'lmoqda. Oyog'im, muvozanatni saqlay olmayapman. Sal qo'rsak qilarding. Ha, yo xudoyim. Tepalikni ko'ryapman, Jimmy. Bu men qilgan eng qo'rqinchli ish. Bo'laqo, men buni uddalay olaman. Tepalikka chiqaman. Bu yerning qanchalik zo'rligini ko'rsatgan. Biz shunchalik balandlikdamiz, taslim bo'la olmayman. Yana 10% yo'l qoldi. Hozir yig'lab yuboraman. Va albatta buni qilmasligim kerak edi. Biz deyarli keldik, Jimmy. Qanchalik qiyin bo'lmasin, bu sharsharaning tepasiga chiqdi. Biz yuqoridamiz. Oyi, bilasanmi nima? Nolan qolib to'g'ri qilibdi. Mana endi ko'ramiz, u bizning ro'yxatimizdagi 3-joyda qola oladimi? Biz shunday joyga boramizki, bu yo'lda ko'pchilik o'lib ketgan. Va hozir biz dunyodagi eng xavfli yo'ldamiz. Bu yerni balandligidan bulutlarni ko'rsam bo'ladi. Chiqqanimga afsuslanyapman. Bu yer shunchalik jiddiyligidan o'nlab odamlar o'lgan va bu yo'lni berkitib qo'yishgandi. Bu yo'lda deyarli yiliga 300 lab odamlar o'lishgan. Lekin hukumat uni ochib berdi faqat biz uchun. Bekor bunday qilishdi-da. Tinchlan, hammasi joyida. Yo'q, bunday emas. Bu yo'l nimaga odamlarni o'ldirishini endi tushundim. Tekis yo'lda yurganni haydayapsan. Voy, seni hayoting mening qo'limda bo'lgandami? Shuning uchun ham sening hayoting mening qo'limda. Qara, rulni ushla. O'limli halokatga bir necha santimetr qoldi. Burchakka ozgina qolding. Iltimos. Seni bu haydashingdan ko'z oldimda hayotim o'tib ketdi. Qayta va qayta. Agar siz buni eng xavfli yo'l deb o'ylagan bo'lsangiz adashasiz. Chunki bizning marsrutimizda hali bundan-da xavfliroq bo'lgan yo'llar kutyapti. Yo'l ancha kichraydi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Yo xudoyim, jigar baloningga qaragin. Men seni tushundim. Yo xudoyim. Qara qanchalik baland. Xo'sh, Nolan, duxingni ko'rsatasanmi? Men bo'ri bosarman-ku. Faqat tushib ketma. Qo'ysangchi. Qanchalik balandligini qarang. Bu yerdan tushib ketsam bo'lmi? Qaragin. Sen tushib ketmasang bo'ldi. Jigar, bu aqlsizlik. Biz qanchalik burchakdaligimizni qaragin. Sening baloning mana bu katta qo'yini oldida turibdi. Ha, shunaqa. Ehtiyot bo'l, bu yer juda sirpanchiq. Yuraver. Nolan, seni bosib ketsammikin, ha? Agar sen endi bo'lib ketsam, seni o'ldiraman, Jimmy. Mayli, o'tir, sendan foyda yo'q. Yaxshi, o'tirishim bilan tezlikni oshiraman. Nolan, bilasanmi nima? Nima? Mr. Beast reklamasini tarjima qilmayman. Unda o'zimizni reklama qilaylik. Yaxshi. Yo, xudoyim. Qalin tumanda hech narsani ko'rib bo'lmayapti. Yo'lning ba'zi qismlari chidasa bo'ladigan darajada. Lekin Boliviyadagi keskin past balandlikdan qalin ko'zni ko'r qiluvchi tuman kelishi mumkin.
To'xta. Bu qirrasi. Ishdan qo'rqmi, Nolan? Yo'q, sal qo'sa tushib ketishimiz mumkin edi axir. Mayli, xo'sh, endi sal xavfsizroq haydayman, bo'ladimi? Uzoqroq hayda. Bu nimani shovqini? Ehtiyot bo'l. Bilasanmi, Nolan? Bu Mr. Beast egalari yana o'zini reklama qilyapti. Bu vaqtda biz o'zimizni reklama qilamiz. Shunday qilib, qadrli do'stlar, bizning kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariy yozib qoldiring. All three of which no big American chocolate company does. Nolan, oradan 10 yil o'tdi. Endi pastga tushda anavi ko'prikni tekshirib kel. Mayli, agar uchib ketsa sen o'lib ketasan. Shunda men tirik qolishim mumkin. Xo'sh, Nolan, ko'prikni sinab ko'r. Men hozir undan o'taman. Hammasi joyida. Bilasizmi, qadrli do'stlar, men hozir videoni kesib tashladim, chunki Mr. Beast yana reklama qildi. Bu jinnilik. Biz o'lim yo'lidan omon chiqdik. Biz quruqlikdaligimizda Karl va Nolan birgalikda akulalarga to'la bo'lgan suvda edi. Va nimagadir biz suvga qafasda tushyapmiz. Odatda buni ishlatilardi. Bu yerdagi akulalar o'zlarining qo'rqinchli va kutilmagan hujumlarini qilishi mumkin. Bu Amerikadagi eng xavfli suvlardan biri. Bunga ishonish qiyin. Yo xudoyim, tagimda kattakon akula turibdi. Nega biz buni qafasiz qilyapmiz, a? Jigar, ortingda qara. Yo xudoyim, bu ham uchirgan akula bo'lmasa. Nolan, jigar. Men xohlamayman. Shunchaki o'lib ketishni istamayman axir. Yo xudoyim, u qanchalik katta? Karl, sendan 2 metrdan so'ng akulalar turibdi. Akulangi seni. Ammo bu ikkinchi eng xavfli joy bilan solishtirganda hech narsa bo'lmay qoladi. U Amazon o'rmonining qoq o'rtasida joylashgan. Uning go'zalligi faqat uning xavfi bilan tenglasha oladi. Axir bir necha daqiqadan so'ng o'rmon chiroyli joyda mana bunday dahshatliga aylanishi mumkin. Bitta kichkina yomg'ir to'satdan suv toshqinini keltirib, butun hududni suv bilan qoplashi mumkin. Bugun esa 300 metrdan ortiq pastga tushgan sharsharaning oldiga keladi. Gogda katarakt sharsharasi. Suvli qabriston. Va bu bulutli kunda men ularga qo'ng'iroq qildim. Ha, esingizdami? U 70 kun sahroda yashagan edi. Dale esa 100 kun kubda qamalgan. Bugun hammasi uning tomonidan. Aytishlaricha o'lim ehtimoli kam ekan, lekin o'lib ketishimiz ham mumkin. Qani ketdik. Va ko'p soatlardan keyin. Xullas, bir necha soatdan so'ng inson qadam yetmagan juda ham sirpanchiq va tik bo'lgan joylarga bordik. Hammasi joyda. Shunday qilib biz manzilimizga yetib keldik. Mana o'sha sharshara. Agar sirg'anib ketsang, sen o'liksan. Yo'l boshlovchining yordamida biz kichik daryoni bemalol yengarajiga. Sharsharani burchakdan ko'rishimiz uchun bizni arqon bilan bog'lab qo'yishdi. Nimadir ko'ryapsanmi? Voy, bu juda ajoyib. Lekin aytganimdek, bu joy qanchalik chiroyli bo'lmasin, har lahzada xavfli bo'lib qolishi mumkin. Va birdaniga juda kuchli yomg'ir boshladi. Shuning uchun bu yer yuzidagi eng xavfli joylardan biri hisoblanadi. Yomg'ir yog'ganida daryo eniga kengayadi va juda ham xavfli bo'lib qoladi. Ko'rinishidan Amazonga daryosida oqib ketamiz. Ketishimiz kerak. Balki arqon ishlatib sharsharadan pastga tushib olarmiz, a? Yo'q, bu juda yomon fikr, Jimmy. Nima bo'pti? Baribir ham o'lib ketib qolishimiz mumkin. Jimmy, baribir ham bu loqqa suvdan o'ta olmaymiz. Va chaqmoq kabelarni tok bilan urishi mumkin. Sen o'lib ketishini istamayman. Va qachonki bizning YouTube videomiz favqulodda holatga aylangan vaqtida atrofimizdagi o'rmon suv ostida qolgan edi. Shunda biz tikka va sirpanchiq yo'ldan qaytishimiz kerak edi. Ko'rib turganingizdek, to'satdan yog'gan yomg'ir bizni yo'limizni to'sib qo'ydi. Endi biz arqon yordamida bu yerdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Esingizdami? Men o'sha daryodan o'tayotganimda kulgan edim. Endi umuman kulguli emas. Men juda qo'rqyapman. Agar yiqilsam, ana u yerda sharshara bor. Suvning oqimiga qarang. Bu hech qanday o'yin emas. Arqonni ushlab o'zingga tortdi. O'lishimga yo'l qo'yma. Ancha vaqtdan so'ng biz bu loyli va sirpanchiq joydan adashib qolgan bo'lsak-da, bu yerdan tirik chiqib ketdik. Endi biz yer yuzining eng xavfli burchagiga yo'l olyapmiz. Bu joy bizning ro'yxatimizda birinchi o'rinda turibdi. Bilasizmi yigitlar, videoni yakunlash uchun eng zo'r joy bu. Sayyoramizdagi eng xavfli joy bo'lgan Ilonlar vodiysi. Bu yerda o'lishimiz mumkin.
Xayr. Endi ertagacha shu yerda qolib ketdik. Shunday qilib biz bugungi tunimizni yer yuzidagi eng xavfli joyda o'tkazamiz. Har qadamda bizni o'ldirishga tayyor ilonlar kutmoqda. Bu oyoq himoyachilari zaharli tishlardan bizni qutqarib qoladigan yagona himoyamiz. Bu yerda ilonlar bo'lishi mumkin. Jimmy, agar birorta ilon bizni chaqib olsa nima bo'ladi? Zahar qonga kirgandan so'ng tanamiz ko'chib bir necha soat ichida o'lib ketishimiz mumkin. Har lahzada o'lishimni o'ylash naqadar qo'rqinchli. Bu juda yovvoyi. Bilasizmi, bu orol qotil mashinalar bilan to'lgan bo'lsa-da, juda ham chiroyli. Bu yer shunaqangi go'zalki. Agar bu yerda yiqilsan o'lasan, ko'ryapman. Yigitlar ehtiyot bo'ling. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda minglab ilonlar bo'lgani uchun bu yerni nomi ilonlar vodiysimikin? Ilonlar quruqlikdagi deyarli barcha hayvonlarni yeb tugatgani sababli ularning yagona ozuqasi faqat daraxtdagi qushlar. Biz o'rmonga kirar ekanmiz. Bu yerda har qanday ilon bizga sakrab, bizni tishlab o'ldirishi mumkin. Men oyoqlarim haqida xavotirda edim. Endi boshimdan xavotirdaman. Bu aqldan osish, o'g'ayni. Voy, nima? Bittasi shu yerda, yuzingning yonida. Olimlar ilonlarni ushlab, ularning zaharidan ziddi zahar tayyorlashadi. To'xtang, bu zaharlimi? Albatta. Agar meni tishlaganda men o'larmidim? Ha. Qo'y, mahkamroq ushlang. Bu shunchaki bolasi. Yo'q. Ketib bo'ldi. Uni atayin qovardingizmi? Yo'q, u qochib ketdi. Nima? Telefoningiz qo'lingizdan oston tushib ketgani kabi ilonni shunday qo'yib yubordi. Va biz o'rmonga chuqurroq kirganimizda juda ko'p. Men yo'limni deyarli ko'rmayapman. Istalgan vaqtda ilon bizga hujum qilishi mumkin. Tobora ko'proq ilonlarni ko'ryapmiz. Bu yerda va u yerda ham. Bu safar ularni qo'yib yubormang. Yaxshi. Orqaga. Bu ilonni ziddi zahari qancha odamning hayotini qutqarib qolishi mumkin? Minglab hayotlarni. Telbali, ular ishlab chiqargan ziddi zahar Braziliyadagi 90% ilon chaqqan odamlarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Ya'ni bitta ilon va minglab odamlarning hayoti. Jimmy, u yerda yana ilon bor. Yo'q, xudoyim juda katta. Endi hammasini topamiz. Kun davomida vaqtimizni biz xavfli ilonlarni qidirishga va olimlarning tadqiqotlariga yordam berish uchun sarfladik. Taxminan bizdan 4,5 metr uzoqlikda ilon turibdi va ilonni tutishimiz uchun olimlar bizga daraxtni silkitishimizni taklif qilishdi. Men bu daraxtdagi lager qurmayman. Bizga ziddi zahar kerak. U bilan dori tayyorlang. Shu paytda qorong'i tushishni boshladi va omon qolish uchun chodir qurishimiz kerak edi. Lager qurish vaqti keldi. Lager qurildi. Tan olib aytamanki, bu bizni ilonlardan saqlaydimi yo'qmi bilmayman. Biz ilonlar orasida uxlaymiz. Qo'rqinchli. Men endi uxlamoqchiman. Umid qilamanki, ilon kechqurun uyimga kirib olmaydi. Bu dahshatli. Tezroq uyimda xavfsiz bo'lishni xohlayman. Biz bitta fikr bilan uyg'ondik. Bu oroldan iloji boricha tezroq chiqib ketish. Uyga ketishni istayman. Tog' bag'ridagi ulkan muzga chirmashib chiqdik. 300 metr balandlikdagi qoyada mashina haydadik. Chataksiz yirtqich akulalar bilan suvda suzdik. Va nihoyat ilonlar orolida birontamiz o'lmasdan omon qoldik. Videoga like bosib obuna bo'ling va ko'proq odamga tarqating. Bu bizning videomizni ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ladi. Dublajdagi kamchiliklar va xatolar uchun uzr. Mr. Beast narsalarni reklama qilmayman. U shundoq ham eng mashhuri. Hammaga xayr.